Barchaga assalomu alaykum, hurmatli umumiy kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona yo'limizni ham o'z xonadon egalariga topshirib oldik. Bu oshxona yo'limizni Urgut tumani Bahram qishlog'iga o'rnatib berganmiz. Ko'rib turgan oshxona yo'limizni 4 metr joyga joylashtirib berganmiz. Bo'yi 2 razmerda bo'lgan. Materiallari akril, kashtan firmaniki, usti stansiya rossiyskiy, soyuzniki, o'sha 10 yilga garantiyasi bor ekan. Orqalari kafe o'rniga bunday dekor plas qo'yib berganmiz. Gazni yoqqanda isib ketib qizmaydimi deganlarga mana orqasiga kanalni oynalarni yopishtirib berganmiz. Ustiga bitishlar chiroyli qilib ishlarni ham teshib berganmiz. Bemalol ustonovka qilsa bo'laveradi. Xo'p, bu yerda mana mo'ykasi turibdi. Mo'ykasi panamasini sitiladi. 5 yilga garantiyasi bor buni. Internet trend bo'larkan. Mo'yka simisitiladi. Xo'p, tortmalari hammasi barqaror bo'lgan. Tandem rollarni qo'yib berganmiz. O'sha kraftkadogacha ko'tariladi, taylarigacha laminatdan bo'lgan. Xo'p, yana bu yerga sushurkalar bor. Mo'ykada yuvgandan keyin qo'l bo'laveradi. Suvni sirqigani, burusini tortib, bemalol vaqtida ishlatsa bo'ladi. Xo'p, endi bu yer qishloq sharoitligi uchun gaz kelmagan uchun mana bu yerga gaz ballon uchun ham joy tashlab ketganmiz. Bemalol sirar eshigiga qo'yib ustonovka qilib bu yerga uloqsa bo'laveradi. Tepasida bo'lsa 2 qavatli polga qilib berganmiz. Katta narsalar bemalol sig'ib ketadi. Xo'p, yana bu chekasiga xolodilnigi bor. Xolodilnigi almashadi, katta razmerda bo'ladi. Shuning uchun tepasi oshib turibdi. Hali bu eskisi bo'yi 180 lik almashtiraman degani uchun 180 garajga tashlab ketganmiz. Bu hozir 1,5 metr degan. Xo'p, tayyorgargacha polkalari bor. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Tagini ko'rsatib qo'yasiz. Hamma ko'pchilik uvolga o'tirib qo'yadi. U narsani biz ancha bo'lib tashlaganimizga, bu tagiga, rekaga stavisani qotiramiz. Sababi bu gonyani yaxshi ushlaydi. Birinchi bo'lib mebelda yig'ayganda shu reka bilan yig'ib olamiz. Keyin stavisani qotiramiz. Dirli bo'lsa, orqasiga fanelasi keyin qotiriladi. Mebel ancha yil xizmat qilishi uchun. Bu girdalarga temirchilarni qo'yib chiqqanmiz. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab dastavka ustonovkalarimiz mutlaqo bepul olib o'rnatib beramiz. Borgandan keyin 3D variantda chizmalarimizni ko'rsatamiz. Ma'qul kelgandan keyin ishni boshlaymiz kelishimizga qarab. Xo'p, bu oshxona mebelimizni 1 paganometrini Samarqand viloyatida 2.800 dan boshlab 3.200.000 so'mgacha yasab beramiz. 2.800 ligi kafeniz devorga qotgan bo'lsa 2.800.000 so'mdan yasab beramiz. Agar yo'q, kafeni qotmagan, o'zingizlar yasab keraklar desanglar, biz xohlasangiz bunday, xohlasangiz kafel variantda yasab beramiz. 3 million so'mdan boshlab 3.200.000 so'mgacha. Buni tepasida antresol bo'ladigan bo'lsa, 3 etaj bo'ladigan bo'lsa, 3.800.000 so'mdan boshlab 4.5 million so'mgacha narxlarimiz bor. U aytayotganim 1 paganometr deganda bu mebelni beridan berigacha 1 metr o'lchanadi, bo'yi 2.40 gacha. Bu standarti. Standartdan tashqari 2.70 gacha cho'ziladigan bo'lsa, ularimiz 3.800.000 so'mdan 4.200.000 so'mgacha. Material o'zgaradigan bo'lsa, korpusini ham MDF deydigan bo'lsalar 4.5 million so'mgacha bor. Pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab yana qaytarib o'taman, dastavka ustonovkalarimiz mutlaq bepul bo'ladi. Agar joyingiz 5 metrdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, bunday diskalarni bestlarni olib o'rnatib beramiz. Yana bitta narsani aytib o'tay, bu mo'ykamiz ikkalasining narxi 1 milliondan ozgina o'tadi, 1 million desa ham bo'laveradi. Bunimizni ham mutlaq bepul o'rnatib beramiz. Joyda qizig'i yo'q, 1 metr bo'ladimi, 2 metr bo'ladimi, mo'ykamiz bestlardan bor o'rnatib beramiz. Bunday diskalar ham bor, pichoqlar bor, qoshiq paddon, bonuslarimiz juda ham ko'p.